Hammaga assalomu alaykum azizlar, hurmatli kanallarimiz kuzatuvchilari, azizlar, bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz ish arkamizda ko'rib turgan xonadonlarning ajoyib bir zo'r xonadon, tayyor holatida feyzli bir barakatli uyga o'xshab turibdi. Ko'rinishi ham, ichi ham, tashqi qismi ham, manzili ham zo'r joyda joylashgan. Eldegina buni 10 metr ekan azizlar. Uzunasini 18 metr. Plus bax tarafı, plus elde tarafları var. 200 desizden bo'ladi, lekin hujjatda, ya'ni dokumentida 181,5 metr kvadrat yozilgan. Salkam 200 metr kvadrat. Manzilini hozir azizlar yo'ldan chiqib ko'rsatib, qaytib kelamizda video obzorimizda davom etamiz. Azizlar, bunda Univermark 19 oxiri hamma biladi. Shundan kelasizda shu hokimiyatning yonidan giriladi, girganingizdan keyin unda birinchi ko'cha o'ngaylanasiz, Alyonga yerlaysiz. Esa barib yana video obzorimizda davom ettiramiz. Azizlar, qaytib keldik. Ko'rib turganingizdek bir chiroyli uy, 10 metr aytganimning. Buni afzallik taraflari ko'p. Har etajda sanuzellari bor. Undan tashqari 50-50 karuşdan foydalangan. Ya'ni xom karuch 50%, pishgan karuch 50%. Plus 2 etajdan plita bilan bosilgan. Hozirgi kunda ko'p yerlarda bilasiz, misol satuv deb qurilsa ko'psinde. Hammasında emas. Har xil odam bor, har xil quruvchi bor. Ko'psinde aynan chetlari, eshiklarning chetlarına qo'yiladi pishgan karuchlar. Bu uyda yo'q, 50% pishgan karuch, 50% xom karuch foydalangan. Ya'ni bu uje degani yaxshi. Endi egasidan hozir shunday ma'lumot oldik. Eldalar ko'rib turibsizlar, sertifikatlar aytilgan, kanalizatsiyalari chiqarilgan, kanalizatsiyalar ham o'zlari aytdilar. Shu kamerada olingan jarayonlar yo'qmidi mobodo? Shu uyning qurilishini tapib bo'lish mumkin. Agar qiziqtirsa, yana egasini nomerini qo'yib beramiz. Ammo bilasiz, bizning kanal shu ko'pincha shu egasini nomerini qo'yib berishga harakat qilamiz. Undan tashqari uyimiz toza 2021-yilda qurilgan. Plus yana ham afzallik tarafi bor, kredit ham olishlaringiz mumkin. 20 yillik kredit ham, 10 yillik kredit ham. Agar qiziqtirsa, kredit hujjatlarini vaqt taxlamoqqa vaqtingiz bo'lmasa yoki tushunmasangiz, bizlarga murojaat etasizlar. Administratorimiz taxlab beradilar. Bu uchun 97lik 011 raqamlarına telefon etasiz. Faqat bu emas, любой bir uy, xalagan uyingizda telefon etaveringlar, ikkilamchi kredit dokumentini o'tib beradilar. Lekin bu uyimizda hozir 250 million so'm kredit qolgan. Busini beklab beradilar. Hech muammo bo'lmaydi ekan, o'zlari aytib beklab, keyin notariusga borib, allarga o'tirib beradilar. Agar kredit olacak olsanızlar, elde beklenenden keyin barib kredit alınadi. Eldilari steshkalar aytilgan, zilyon zonalar aytilgan, gullar, daraxtlar ekilgan ko'rib turganlaringizdek. Fasad qismi ham tayyor, proversiya aytilgan, sokollari mramorniy kafelardan ishlangan. Gaz, suv, svet muammosiz. Maktab bog'chalar yan atrofida, transportdan ham muammo yo'q. 19-yo'nalishda marshrutlar yuradi, Damozi, avtobusi. Esaken girib boraveramiz, eldilar ham yana chiroyli steshkalar aytilgan. Xonadon aytganimning bir feyzli xonadon ekan. Chiroyli ko'rinishda eshiklar qo'yilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Uy olacaksizlar, lekin eldindan to'lamakka pullaringiz yo'q. Bunday tip uy olib bo'lamagan deb o'ylanib o'tiribsiz. Elbette bo'ladi. Biz yani qurilish kompaniyada hozirgi kunda 300 dan ko'p xonadonlarimiz bor. 1 xonalı, 2 xonalı, 3 xonalı kvartiralarimiz mavjud. Xalasanızla 2 yilga bo'lib to'lara, xalasanızla naqdalamonda sizda hujjatlari tayyor. Xalasanızla subsidiya, ipoteka, birlamchi kredit hamma narsada doğalab beramiz. Qurilib turgan xonadonlarimiz nerede joylashgan? Urganch shahrimizda aeroportning yonida, ya'ni Al-Xorazmiy City deb aytiladi azizlar. Aytganimdek, dom qurilib turgan yeri yo'lning ustida, G'oyib ota masjidining yonida azizlar. Hozirgi kunda 9 etajli, 12 etajli domlarimizni qurib boshladik. Taklif qilamiz, eldindan to'lovsiz ham sotib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Yon atrofida nima qulayliklar bor azizlar? Detski plashatkalari her domla arasında 4 tanadan. Bundan tashqari maktablari, bog'chalari, o'zining xususiy klinikalari, yanında institutlar, hamma sharoit bor. Kanallarımızda joylashgan joyi ko'rib turganlaringizdek, eng shu bino 9 qavatli bo'ladi. Manzili orientiri G'oyib ota masjidining yonida, yo'lning ustida ikkinchi binolarimiz 12 etajli xonadonimiz salarroqda qurilib turibdi. Ikkisi ham yo'lning ustida, ajoyib yo'lning ustida izla ham sotuvga chiqyapti. Metr kvadratlar ham arzon narxda. Undan tashqari 20 yillik kredit asosida sotib olishlaringiz mumkin. Hujjatlarida qarashamiz. Batafsil ma'lumot uchun 88lik 510 11 12 raqamlarini va 99lik 449 51 51 raqamlarına murojaat qilaverasizlar. Girdik dalanımıza izle. Köşeden girgenimizden sizlerin 10 kollarınız buladı. Zal, yerimiz hol, yani dalanımız 5-6 razmeri, eni 5 metr, uzunasına 6 metr. Öydə ne dağalı görseniz de hemmesi kalan.
Keyin kuxinni mebellar, bu narsa qaladan narsalar boyaz. Chiroyli, kenglik ham keng. Barabar enini 10 metr dedim. Patolog ham Yo'turanlaringizni gipsokardondan chiroylatib figuralar berilgan, svetodiodlar tashalgan, galogenlar qo'yilgan. Zo'r, ajoyib bir xonadon. Uyimiz 5-6 xonadan iborat desak bo'ladi. Chunki birinchi etajda bir spalnya, bir zal, dapada yashinli hol, ya'ni dalanning usti dalan, keyin undan tashqari 3 xonasi bor. Plus sanuzel ham bor. Ko'chadan kirganimizdan rakoynalar o'rnatilgan, Yo'turanlaringizni chiroylatib kafelardan chiqarib, oynasini ochib qo'yib, tayyor holatda suv yeb Yo'turanlaringizni. Sekin zalimizni ko'rsatib o'taman. Zalim kichkina emas. 4-6 dedingizmi? 4-6,5 izda. Zal kichkina emas. Chiroyli. Uyimizda ham 100% laminat pol ekan. Buni ham svetini shurayini maloshga o'xshab ketadigan svetdan tanlablar, chiroyli. Shuni ko'rinishda zalimiz balandlik ham uyimiz baland. Yorug'likni e'tibor etinglar. Neden yorug'? Qisiq medalam, kechda ham, kunduz ham. Shuni ko'rinishda zalimiz oynalar 3 joyda qo'yilgan. Havo aylantirish uchun registrlar ham 20 donadan qo'yilgan xona beri. Bemalol isitish tizimi ham yaxshi dedilar. Hozir so'rab, egalar bilan gaplashib o'rganib chiqdik. Bundan tashqari unda sizda hujjatlar bilasizlar. Hujjat tekshirmayincha chiqarmayman, chunki sizlar o'ylagan holda, o'zlaringiz o'ylagan holda biz tekshiramiz. 181-51 metr kvadratda joylashgan. Kadastr hujjati. Sizlar ham lifehack shu reyestrdan ko'chirmasi deb aytiladi. Shu narsani olib qo'yishlarini so'rayman. Ya'ni uy sotayotgan odamlar bo'lsa, shu narsasi sotib bo'lmaydi hozirgi kunda. Обязательно bo'lgan, keling. Klesisan teyinda bugun narsa qo'yadigan yer bor. Bunda birinchi etajda kattalan spalnyasi, bu yerda kuxnyasi, bax tarafi. Yan tarafimizda sanuzel birinchi etajda. 100% tayyor holatida chiroylatib, akkuratni zo'tilib turibdi Yo'turanlaringizni. Shuni ko'ring işte. Yanında kuxnyasi, kuxnya ham ajoyib. Kuxnya ham bir 3,5 5 3,5 izda. Kuxni mebellar ham zo'r. Чистый, undan tashqari yaxshi saqlangan. Almashtiraman deb o'tirmaysiz. Sababi o'zi toza kap qo'ygandan ko'rinib turibdi. Undan tashqari gaz plitalari buni ham yaqinlashtirib o'ting. Ajoyib, akkuratni, чистый turibdi. Qoladi shu yerda. Unda yana nasiyni qachonlar qo'yilgan. Bemalol uyni qizdirib beradi dedilar. Stabilizatordan qo'yilgan. Radiatorlar qo'yilgan. Oynalar ham plastik ramlardan. Plus setkasini qo'yib chiqilgan. Yozda kunisi berib ochib qo'yasiz. Keyin endi bax taraf qismi bilan tanishib chiqamiz. Bax tarafimiz ham kichkina emas, ajoyib. Bana o'tib ko'rsatasizmi? Kenglik ham keng. Ota zamina har xil daraxtlar ekilgan, gullar ekilgan. Chiroylatib Yo'turanlaringizning krugoy stяжка etilgan. Hovli joyimizning orqa qismidan ko'rinishi. Ajoyib shekillar ham etilib, undan noyislar etilgan Yo'turanlaringizni chiqarishimizga. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Haqiqatan bir havas etib, nima deydi, bir yashidon uy ekan. Yoqdi men o'zimga, to'g'risi. Ya даже sokollarni silikatkar yutishib bilaman. Bu bayan qismini birimizda esa kattalarimiz spalnyasi 3-4 razmerda. Bemalol 3-4 ulduroq o'xshaydi ba'zan, chunki keng ko'rinib turibdi. Endi ikkinchi etajimiz bilan tanishib o'tamiz. Ikkinchi etajimiz ham chiqarish leksiyalarimizga e'tibor etasizlar. G'ollalar ham to'shalgan, даже damirnacha qistirib chiqilgan. Чтобы yurib ketadi, bilasizlar, darpin turish uchun qistirib chiqib o'tilgan bu narsalar ham. Ularni ham e'tibor olasizlar, chunki bir расход. Chiqqanimizdan to'g'rimizni sanuzellarda bunda zal, dalan, aranda zal, o'zi ikkinchi etajdan planirovkasi shu birinchi etajga o'xshaydi. Burada kuxnyaning depasi, bu spalnyaning depasi. Eng shuni chiroyli laminat qo'llatilgan yeri. 3-4 razmerli spalnya. Tayyor holatida. Chiqarib ko'rsataman zararni. Bunda o 4 olsa eminliğine yok 3,5 ama 3-4 maşın neye değiş kalıp uzun asıl için bunu uzun 5 bu izle uzunla
Şimdi görün işte tayar halatında. Hiçbir rasotsuz. Plus yine ikinci etaj değil. Alakı olgan sanuzul bir vannası kem. Vannasını özdeyiz. Koyuverəsizlər. 2-3 maşın koysanızlar, bir giyin eken, dedim iki arama, lene baba, en üçle baba. 2 arama 270, точно. 2 arama 270 eken, bir zor. Burada dalanın dəpəsi 5-6'lık. Hayantiyində radiatorla koyulğan. Perdələri asıl təyar xalasında, qalları taşaq tutdu. Katalog kısmı çilayla düzötürgən. Plus bunda yani zalımız dəpəsi. 2 etajdayız zal. İşeden gelip ben de göstereyim. Birimizden çırayla təyar halasında. Şimdi bu qalıb halazı koyuverip üstler köşesi koyuversizler. Değil mi zor? Plus bir anda balkonu var. Yanında balkonu var. Əzizlər, sizlərə göstərəcək bu xanadanımız şəhərdir. Bətəfsil məlumat üçün həm müxbirin üçün ekranda şu xanadanımızın egesinin telefon nömrələri yazılıb tutdu. Şöyle videolarımızı izləyək, bizdən güzel davam etdik. Sağ olun, salamat olun. Keyingi videolarımızda görüşürüz.